Ассаламу алейкум, дорогие мои друзья, как ваши дела, как настроение, общее положение? Вот мы заново вместе вернулись. Как у вас дела? Рад вас видеть, рад познакомиться. Подпишитесь и комментарии там, лайки. Да, нас выпустили уже. Только там Диар остался, он же нелегально уходил, поэтому его не отпустили. Вот. Ссылка будет в описании. Assalomu alaykum, qandaysizlar? Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Qo'yib yuborishdi oxiri bizlarni. Uchovimiz ketgandek, ikkovimiz qaytib keldik. Bittaga kamaydik. Nima qilasiz? Pasport yo'q ekan, dokumentlar yo'q ekan, shunga olib qolishdi. Diyor beni yaqinda uyga jo'natishib yuboradi endi. Tak qolgan hammasi yaxshi. Bizning dokumentlarimiz borligi uchun bizlarni qo'yib yuborishdi. Atak qolgan hammasi normal. Xudo xolasa cho'tki videolarni chiqarib turamiz. Like'larni bosib, poddesh qilib qo'yishni unutmanglar. Biz shu yerda. Mayli, o'zlaringizni asranglar, omon bo'linglar. Давай, дорогие мои, берегите вас, я вас люблю и обожаю.